Assalomu alaykum. Hammalaringizga xayrli kun. Bugungi kunlaringiz xayrlik, barakotlik, yaxshi amallarga boy bo'lsin. Bugun 3-oktyabr, haftaning juma kuni Qo'qonim loyihasining 2-blok qismiga armasetka to'qish jarayonlari ketyapti. Tez kunlarda beton quyish jarayonlarini ham boshlaymiz. Albatta sizlarning duolaringiz bilan joylarimizni joylashuv lokatsiyasi mana bu joyiga va keyingi joylariga ana shu olib kelib qo'ygan kanallarimizni ham tez kunda o'rnatib, ishni yanada optimallashtirib, tezlashtirish harakatidamiz. Qurish jarayonlarini hammasini bosqichma-bosqich qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boring.